Assalamu alaykum, muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir anlatilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Xitoy doiralarining Uyg'ur diyorida bir qism musulmoncha ismlarini cheklaganligi o'tgan oydan buyon xalqaro taratqularda munozara temasi bo'lgan edi. Egalanishçe dairələr yaqında uqtırış çıxırıb, ata-analarının özləri turistlik joylardagi saqchixonalarga berib, ilgiri balalarga qo'yib olgan bir qism sazgur musulmoncha ismlarni o'zgartirishni talab qilgan. Xotanning ilchi saqchixonasidan radiomiz ziyoratini qabul qilgan bir navbatchi saqchi cheklangan ismlarni o'zgartirish obyektining 16 yoshdan tuvan balalarga qartilganligini oshkorladi. Çinçengo Uyghur elini idare qilgan yarım yildan ortiq jarayonda uning rayonda yurgizgan bir yurish qattiq qo'l siyosatlari diqqat qo'zg'amoqda. Uyghur elidagi yerlik saqchixonalarning dalilishicha, Çinçengoning Uyghur elida yo'l qo'ygan yuqori besimli siyosiy tadbirlarining biri shaharlardan yezlargacha saqchi to'ri bilan zanjirsimon tekshirish punktlari barpo qilib, yerlik xalqni iskanjaga elish bo'lganligi ma'lum. Kuzatuvchilar bilan siyosiy analizchilar Çinçengoning Uyghur elida yurgizayotgan qattiq qo'l siyosati rayonda muqimlikni emas, balki texmi zo'r qarshilikni keltirib chiqirdi deb hisoblamoqda. O'tgan hafta radiomizning Fayzovatdan ahvol egalishi davomida Uyg'ur elida Qur'oni Karimning 2012-yildan burun tarjima qilingan va nashr qilingan nusxalarining yig'ilinganligi oshkorlangan edi. Muhaciratga Uyg'ur diniy ulamolar radiomiz orqali buningga inkas qaytardi va ateist Xitoyning islom dinining muqaddas dasturiga bo'lgan suiqasdini qattiq tanqid qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komitetining mudiri Turg'unjon Aloviddin Qur'oni Karimning Uyg'urcha yangi tarjimasida bir tarafdan oyatlardagi hukmlar mujmallashtirilgan va o'zgartirilgan bo'lsa, yana bir tarafdan tarjimonlar guruhidagi kishilarning salohiyatsiz, hatto salbiy ta'sirli kishilar ekanligini ilgari surdi. Uyghur Abdunum rayoni 2016-yili 6-oyda har qanday bir Uyghur pasportga iltimos qilsa, uning DNA qatorliq biologiyalik uchurlarning e'londiganligini e'lon qilgan edi. Yaqinqi xabarlarga qaraganda Xitoy doiralarining rayondagi yerlik xalq bo'lgan Uyg'urlarning DNA avrishkisini keng ko'lamda yig'ish bilan mashg'ul bo'layotganligi ma'lum bo'lmoqda. Bu xabar dunyo axborot vositalarining diqqatini qo'zg'ab qolmasdan, balki Uyg'urlar vaziyatiga qiziquvchi kuzatuvchilarning andisini qo'zg'adi. Amerika turishli Xitoy o'qituvchilaridan Wei Jingshin ma'lum bir millatni nishon qilib, ularning DNA avrishkisini yig'ish irqchilikning ifodasidir dedi. Dünya Uyghur Qurultiyining 17-may 2016-yildagi Sharqiy Turkistonning kishilik huquqi vaziyati nomli yillik doklad e'lon qilindi. 30 betlik bu dokladda Uyg'ur elining navbatdagi siyosiy, ijtimoiy va diniy vaziyati, shundaqli Xitoyning rayonda yurgizayotgan yuqori besimli siyosati amaliy misollar bilan sharhlangan. Dünya Uyghur Qurultiyining bosh kotibi Dolqin Aysa bu haqda tushuncha berib, mazkur dokladning e'lon qilinish vaqtini yaqinda Janvada ichilish oldida turgan inson haqlari haqidagi maxsus yig'inga to'g'ri keltirganligini ilgari surdi. İli Sulari Uyghur adabiyatining 20-asrdagi eng muhim vakillaridan biri bo'lgan Abdurahim O'tkirning hozirga qadar e'lon qilinmagan nodir she'rlarining biri. Bu she'r o'zining badiiy go'zalligi bilan emas, balki 1940-yillarning oxiridagi Uyg'ur xalqining o'rlik uchun to'lagan badallari va milliy armiyaning Manas daryosi bo'yida to'xtab qolishi tufayli yuz bergan tarixiy milliy tragediyasi aks ettirilganligi bilan muhim qimmatga egadir. Türkiye'deki Gazi Üniversitesi'nin profesörü Oliya Hanım Ötkür Efendi'nin şiiri icadiyetiga yuqori baho berib, uni Uyg'ur xalqining 20-asrdagi milliy buyuk shoiri dedi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.